Mutolaa. Tuhmat balosi. Bor ekan, yo'q ekan, och ekan, to'q ekan. Qadim zamonda Buxoro shahrida Xandarxon degan podshoh o'tgan ekan. Podshohning vazirlari ichida Qosim Jallod degan va bir vazir ham bor ekan. Podshoh uning so'zini e'tiborga olar ekan. Ahmadjon degan bir yigit orzu-havas bilan bir boyning qizini olgan ekan. Ahmadjon xotini bilan 7 yil birga umr kechirib, hech farzand ko'rmabdi. Bir kuni Ahmadjon xotiniga qarab aytibdi: "Ey xotin, men tengi uylanganlar farzand ko'rdi. Ulardan birortasi bolasini ko'tarib ko'chaga chiqqanini ko'rsam, yerga kirib ketaman. Men sen bilan 7 yil umr qilib farzand ko'rmadim. Juda xafaman. Mahallamdagi o'rtoqlarim bilan bir sayohat qilib kelmoqchiman. Sen meni 3 yil kut. Agar 3 yil kutmasdan boshqa er qilsang, sendan rozi bo'lmayman." Yigit 3 yilga yetar-yetmas uy xarajatlarini to'g'rilab, xotiniga ostona xatlab, eshikka chiqmasdan deb safarga ketibdi. Xotini erdan homilador bo'lib qolgan ekan. Oradan 9 kun o'tgach o'g'il ko'ribdi. O'g'lini yaxshi tarbiyalabdi. Erining ketganiga 2,5 yil bo'libdi. Kunlardan bir kun bolasini allalab uxlayotganida erining so'zlari esiga tushib, shunday qo'shiq aytibdi: "Alla bolam, alla-yu, jon bolam, jonim bolam, alla-yu, alla. Baland tepada qush o'ltirar, alla. Yo'qchilik boshimga kulfat keltirar, alla. Yo'q bo'lib otang yonimda xor bo'lguncha, alla. Tog'dagi arslon bo'lay to o'lguncha, alla. Yaxshi bo'lsa yigitning xotini, alla. Shul chiqarar yigitning xotini, alla. Derazadan uy toshni yuzimga, alla. Sizdan boshqa yor ko'rinmas ko'zimga, alla. Kecha kunduz sabr tilayman o'zimga, alla. Jon bolam, jonim bolam, alla-yu, alla. Otasini ko'rmagan, yig'isini qo'ymagan, alla. Jon bolam, jonim bolam, alla-yu, alla." Ona bolasini uxlatib, beshikka bosh qo'yib uxlab qolibdi. Shunda erini ko'ribdi. Ahmadjon kelib, ko'cha eshigini taqillatib, uni chaqiribdi. Yugurib chiqib, eshikni ochib, ko'chaga qarasa, eri loyga botib qolgan emish. Eri: "Ey xotin, kiray desam, eshiging berk ekan, loyga botib qoldim, kel qo'limdan tort", debdi. Erining qo'lidan ushlab tortgan ekan. Erining oyog'i tagiga yiqilib tushibdi. Xotin uyg'onib qarasa, tong payti ekan. Beshikka bosh qo'yib uxlab qolgan ekan. Ajabo, bu nima bo'ldi? Buni kimga aytaman? Erim ostona xaltalab eshikka chiqmagin degan edi, deb o'ylabdi. Cho'l qaynatib, dasturxon yozib, choydan bir piyola ichmoqchi bo'lib turgan vaqtida birdan darvoza taqillab qolibdi. "Bu kim ekan?" deb
eshik yoniga borib, "Kimsiz?" deb so'rabdi. "Men, och eshikni" degan ayol tovushi eshitilibdi. Eshikni ochib qarasa, qo'shnisi Mastura kampir emish. Kampir bu xotinning payida yurar ekan. Ko'rinishi do'st bo'lsa ham ichida dushman ekan. "Keling, meni xizmat", debdi uy egasi. "Aylanay bolam", debdi kampir. "Uyimda gurgur tamom bo'lib qolgan ekan. Sizdan bo'lsa so'ragani chiqdim. Yaxshi qilibsiz. Ichkariga kiring, bir piyola choy iching", debdi uy egasi. Kampir "Ha, mayli, ichsam icha qolay", deb o'tiribdi. Ikkisi choy ichishibdi. Uy egasi "Men sizni enamday ko'rib yuraman. Bugun bir tush ko'rdim. Siz shu tushimni yaxshiga joyib bersangiz", debdi. "Ayt-chi, bolam, nima tush ko'rding?" debdi kampir. "Tushimda erim kelib chaqirganday bo'ldi. Quvonib yugurib borib eshikni ochdim. Chiqib qarasam, erim eshik oldida loyga botib qolgan emish. Erim "Mening qo'limdan ushla, tortib ol", debdi. Men erimning qo'lidan tortaman desam, oyog'im tagida yiqilib tushdim. Uyg'onsam tushim ekan. "Ey bolam", debdi kampir, "sen tushingda boyingning oyog'i tagida loy ko'rgan bo'lsang, uning oyog'i tagida yiqilgan bo'lsang, 2-3 kun ichida bir tuhmatga uchraysan. Seni podshoning oldiga olib borib, 180 gaz minoradan tashlab yuboradilar. Xotin, sening menga dushmanliging bor ekan. Endi kirsang oyog'ingni sindiraman. Dushmanliging o'zingga yetsin", deb gugurt bermay kampirni uydan haydab yuboribdi. Xotin qurib ketgan kampir "Mening o'chgan o'timni yondirib, yuragimni kuydirdi. Tushimni aytmasam bo'lar ekan", deb o'ylabdi. Kampirning so'ziga ko'rgan tushiga eri ketganidan buyon yig'ib qo'ygan ipini olib sotib, 3-4 gadoyga sadaqa berib kelmoqchi bo'libdi. O'ylab, o'ziga o'zi so'ylab, "Qanday kiyim kiyib borsam ekan? Yoshga o'xshab kiyinib bozorga borsam, bitta yarimta yigit ko'z qirini tashlamasin. Har holda kampirlarga o'xshab boray", deb eski kiyimlar kiyib uydan chiqibdi. Kalava ip bozoriga boribdi. Kalava bozorga yaqin kelib, bir boladan so'rabdi. "Aylanay bolam, kalava bozori qayerda? Yaqin qoldi", debdi bola va kalava bozorini ko'rsatib yuboribdi. Bozorga kirib ketayotsa, bir do'kondor yigit "Qo'lingizdagi nima?" deb so'rabdi. "Aylanay bolam, kalava", debdi. "Sotasizmi?" so'rabdi do'kondor. "Sotaman", debdi xotin. Shunda do'kondor "Olib keling, bo'lmasa", debdi-da, taroziga solib tortib ko'ribdi. "Kalavangiz 10 qadoq ekan. Qancha so'raysiz?" "Aylanay bolam, men nima der edim, o'zingizga nima sof
bersin, insof bersin, debdi. Yigit 10 qadoq kalavangizga 10 tanga beraman. Xo'p, desangiz, debdi. Mayli, debdi xotin. Do'kondor, men kalavangizni 10 tangaga oldim, lekin 5 tanga pulim bor edi. Shu rastaning narigi boshida mening o'rtog'im bor. Sizga shu o'rtog'imdan 5 tangangizni olib beraman, debdi. Mayli, bolam, deb javob beribdi xotin. Endi gapni boshqa tomondan eshiting. Podshoh bir o'g'rini dorga osish maqsadida farmon bergan ekan. Do'kondor bilan ketayotgan xotin podshoh vaziri Qosim jallod o'g'rini kalava bozoridan haydab kelayotganini ko'rib qo'rqqanidan hushidan ketib, boshidan paranjisi tushib, oyog'iga o'ralib yiqilibdi. Qosim jallod yuzi ochilib qolgan xotinning husn jamolini ko'rib, yaxshi xotin ekan-da, deb o'g'rini haydab ketaveribdi. Xotin bir do'kon taxtasining orqasiga yaxshilab olibdi. Qosim jallod yo'lda ketib turib, mug'ombir ayyor, har yaramas ishga tayyor olim chaqqon degan odamni uchratib, sen orqangga qayt, kalava bozorida bir xotinni ko'rib qoldim. Shu xotinni olib kelib men bilan gaplashtirsang, senga bir ot 100 tanga pul beraman, deb o'g'rini haydab ketibdi. Olim chaqqon bu so'zni eshitib kalava bozoriga chopibdi. Kalava bozoriga borsa, kalavafurushning oldida bir xotin turgan emish. Unga kalavafurush, mana 5 tanga oling, kalavani bering, deb turganini eshitgan olim chaqqon otdan tushib, kalavafurushning yoqasidan ushlab, birodar, men nima ish qildim, meni yoqamdan bo'g'asiz, debdi kalavafurush. Olim chaqqon kalavafurushga, nega sen bu xotinga pul beryapsan, debdi. Ey bolam, bu gapni aytmang, meni bu kishiga kalava sotdim, shunga pul beryaptilar, debdi xotin. Ha, kalavangiz qaysi? Ha, anavi, debdi. Bo'lmasa, bu kalavani olib taroziga solib ko'rchi, qancha kelar ekan. Birinchi qism tugadi.